Jizzax shahrida viloyat hokimining navbatdagi sayyor qabuli o'tkazildi. Unda Jizzax shahri, shuningdek tumanlardan kelgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari mutasaddi idoralar mas'ullari ishtirokida ko'rib chiqildi. Shu jumladan ayrim murojaatlar joyida hal etilgan bo'lsa, qolganlari yuzasidan huquqiy tushuntirishlar berildi. Dastlab viloyat hokimi avvalgi sayyor qabulda fuqarolarning murojaatlari asosida tegishli tashkilot, korxona, muassasalar rahbarlariga berilgan topshiriqlarning ijrosi, fuqarolar murojaati qay darajada hal etilgani masalasini birma-bir o'rgandi. Shundan so'ng har bir fuqaro murojaati avvalo o'sha hudud tuman hokimi hamda tegishligiga ko'ra viloyatdagi huquq-tartibot idoralari, qurilish, kommunal xizmatlar, ijtimoiy-iqtisodiy komplekslar, sohaga taalluqli idora va tashkilotlarning rahbar va mas'ullari ishtirokida ko'rib chiqildi. Viloyat rahbari tomonidan tashkil etilayotgan bu kabi sayyor va ommaviy qabullar hududlarga xos ijtimoiy-iqtisodiy muammolar, aholi murojaatlarini samarali hal etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ahamiyatlisi shundaki, qabulda fuqarolar nafaqat o'zini tashvishga solayotgan shaxsiy masalasi, balki yashayotgan hududida aholini qiynab kelayotgan jamoaviy muammolar bilan ham murojaat qilishmoqda. Xususan, G'alla-Orol tumanida yashovchi Muhabbat Saidahmedova ham ana shunday bir nechta masala yuzasidan viloyat rahbariga murojaat qildi. Sayyor qabulga 3 ta masala yuzasidan keldim men. Juma qishlog'idan bog'cha qurish masalasi. Yer ajratilgan, hokim qarori chiqqan. Bog'cha qurishda davlat sherikchilik asosida kredit mablag'i ajratish bo'yicha. Bu masalamiz ham mana mas'ullarga topshiriq berildi. Hozir o'rganyapti. Ikkinchi masalam Zarmitan konigacha bo'lgan 17,7 kilometr yo'limiz bor. Marjamloq kongacha bo'lgan yo'llarimiz 5-kilometrda to'xtab qolib ketgan. Bundan 5-6 yil ilgari ana shu yo'l masalasini ham avtoyo'l xodimlarini chaqirib, topshiriqlarni berib, muddati belgilandi. Mana xudo xolasa bu yil bu masalamiz ham ijobiy hal etiladigan bo'ldi. Yo'llarni asfaltlashtirish masalasi. 3-masalamiz Marjamloq shahrida joylashgan 901 40 xonadonli uyimiz 30 yilga yaqin bo'ldi, tashlandiq ahvolda. O'sha tashlandiq ahvoldagi uyni ta'mirlab muhtojlarga berish, uyga muhtojlarga berish masalasi. Bu masalamizda ham mas'ullarga topshiriq berildi. Biz xudo xolasa ijobiy natijani kutib qolamiz. Viloyat hokimining navbatdagi sayyor qabulida 200 nafarga yaqin fuqaroning yo'l, bandlik, salomatlikni tiklash, tadbirkorlik faoliyati uchun kredit mablag'larini ajratish, huquq va manfaatlarini himoya qilish va shu kabi jami 261 ta masaladagi murojaati ko'rib chiqildi. Murojaatlarning aksariyatiga shu yerning o'zida yechim topildi. Vaqt hamda muddat talab etadigan murojaatlarni qonun doirasida ko'rib chiqib hal etish bo'yicha mas'ullarga vazifalar yuklandi.